qanday yurak kasalliklarida, tomir ichi torayishida, varikoz kasalliklarida, yuqori qon bosim bo'lsa, qon quyuqlashib tomir ichi tromb hosil bo'lgan bo'lsa yoki shu kasalliklarni oldini olishda shifobaxsh tayyorlama saqlab oling va yaqinlarga yuboring. Kerak bo'ladi 2 dona limon, 2 dona apelsin va 200 gram asal va 1 choy qoshiq zanjabil. Limonni yuvib to'g'rang, po'stdog'i, danaklari bilan, chunki shifosi qayerdaligini bilmaysiz. Limonda katta miqdorda vitamin C va kaliy minerallari saqlanadi. Apelsinni ham po'stdog'i bilan to'g'ri yuving. Apelsin o'z tarkibida hamma guruh B guruh vitaminlarini saqlab, xolesterin va yog'larni erituvchi va tanani yoshartirish xususiyatiga ega. Mahsulotlarni to'g'lab мясорубкаdan chiqarib oling. Unga zanjabil qo'shing, 1 choy qoshiq. Zanjabil immun sistemani oshiradi, tomirlardagi og'riqlarni ketkazadi. So'ngra asal qo'shib, ming dardga shifo bo'lgan asalni qo'shib, yaxshilab aralashtirib, 1 litrli bankaga solib, muzli joyga olib qo'ying va har kuni ertalab 1 choy qoshiq yesangiz, kun davomida quvvat va kechqurun 1 choy qoshiq yesangiz, dardingizga shifo bo'ladi. Qo'shimchasiga qon suyultiruvchi dorilardan, xolesteringa qarshi ichadigan qimmat dorilardan qutulasiz. Shifo bo'lsin. Sizlar bilan doktor Kamilov. E'tiborchi rahmat.